Assalomu alaykum azizlarim, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Bugungi kunimiz hammamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Men ofisga kelib, birinchi navbatda kofe damlab, ishni boshladim. Bemalol kelishinglar mumkin. Qizlar, men keyin shu narsaga juda ham ko'p e'tibor beraman. Ayrim ayollarimiz yuzlariga juda ham zo'r uxotlar qilishadi, pilinglar qilishadi, maskalar qilishadi, lekin qo'llariga e'tibor berishmaydi. Yuzlari shunaqangi chiroyli, tiniq bo'ladi, lekin qo'llariga vaqtli dog' tushadi yoki qo'lida ajinlari tushadi. Shuning uchun men ayollarga tavsiya berar edim, yuzingizga qanchalik uxot qilsangiz, qo'lingizga ham shunaqa uxot qilishingizni tavsiya beraman. Chunki doimo qo'llarimiz ham chiroyli bo'lishi kerak. O'ta issiq, o'ta sovuq suvlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Iliq suvdan foydalanishimiz kerak. Keyin bizda mana shunaqa maskalarimiz bor. Bu faqat yuz uchun emas, bu qizlar. Buni qo'lga ham foydalansalaring, qo'llaringdagi ajinlarni tortib beradi, qo'llaringni oqartirib beradi. Juda ham zo'r narsa. Mana shu maskalardan ishlatishlaringni va mana shunday qo'l kremimiz bor. Bu qo'l kremimiz ham juda ham tabiiy, effekti zo'r. Qizlar qo'llarini mayin juda ham zo'r qilib qo'yadi. Bundan bag'iga sovuq tushgan sari har bir insonning qo'li yorila boshlaydi, quruqshiradi. Mana shu yorilishdan, quruqshirashdan ajinlar, qo'llarga ajinlar tusha boshlaydi. Shuning uchun doimo tavsiya beraman. Qo'llaringga ham uxotlarni qilib, doimo qo'l kremlarini surtib yurishlaringni tavsiya beraman.